Xayrli kun hammaga. Hurmatli Abdullayev Shuhrat akani подписчиклari. Biz mana cho'lga to'xtadik. Xorazm cho'llariga, Xorazm viloyatiga kirdik. Hozir Buxorodan mana cho'lni ko'rib turibsizlar. Saksovullar, cho'llar bu yerga oldin ham kelganmiz, Shuhrat akam bilan. Yana kelish nasib qildi. Mana juda ham gradus где-то 40 dan baland, 42-45 orasida. Juda ham issiq. Hozir konsertlardan tushdi, shunga bilinmayapti. Lekin mana qumni taftidan ham ushlab ko'rsangiz mana juda issiq. Qo'y lekin priroda ajoyib. Bu ana nima shahardan kelganlarga juda ham qumni ushlab ko'rish o'zi ham rosa g'alati ko'rinadi. Ham tepaligiga chiqib ko'ramizmi? Chiqib ko'ramiz, tepaligiga ketdik. O'zi mana oyoqlarimiz botib qolyapti. Bu juda ham qiziq narsa-da, bu qumni. Mana kovlagan ko'ruvdik, eslaysizmi o'tgan yili? Mana kovlaverasiz, tagida anaqa bo'laveradi bu. Qara, haqiqiy. Yerga yetib borolmaysizlar, xullas turpoqqa. Mana shu qum mana haqiqiy. Endi cho'lni o'zingizlar bilasizlar, oldin bu yerda endi nechidir million yilmi bilmayman. Bu yerda dengiz bo'ladi, o'sha keyin suv qurib cho'lga aylanadi-da. Shuning uchun mana bunaqa tuproq emas, qum hosil bo'ladi. Ko'pchilik biladi buni. Shu mana ko'paytirilyapti mana shu narsa. Suv chaqirish maqsadida. ham qumni ushlab qolish uchun. Qumni ushlab qoladi. Mana bu o'ziga juda ham nechidir tonna suv chaqiradi-da bu. Saksov. Shunaqa navlari bor. Mana yana bitta sherimiz kelyapti. San hozirgi vaqtdagi Diyor. Shofyorimiz. Diyor, qanaqa taassurotlar cho'ldan? Qizil qum. Birinchi marta emas, kelishingiz. Ikkinchisi. Lekin gradus ancha farq qilar ekan. Anaqa tafti ham bo'lib turibdi issiq. Hozir o'ylayman, anaqada bunchalik emas. Toshkentda misol uchun havo bunchalik issiq emas. Hozir ancha issiq. Ham quyoshdan beryapti, ham yerdan beryapti issiq. Ajoyib. Ajoyib. Nima qilamiz? Kelish kerak, bunaqa joylarga kelish kerak deb o'ylayman. Albatta, kelish kerak. O'zimizdagi joylar, biz chetga chiqqanmiz yo chet davlatiga. Hammasi o'zimizda. Dubayga ham borish shart emas, mana o'zimizni, O'zbekistonimizda shunday ajoyib chiroyli joylar bor. Mana darish kimlardir boradi mana shu cho'lni o'rtalariga borish istagi bo'lganlar mana shunaqa turpoq yo'llar bor. Ajoyib. Manzara. Hammaga maslahat beraman shunaqa joylarga kelib turishga. Mana biz ham keldik, birinchi marta emas va oxirgi marta ham emas. Yana kelamiz. Ketdimiz yo'limiz. Kelsanetda kelganmiz. Mana davom ettiramiz. Qani? Oyog'im kirib ketadi. Haqiqiy cho'l. Dubay manzarasini berib turibdi. Chang ham bo'lmaydi, oyoq qoqib tashlaysiz ketib qoladi. Ha, Diyor. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti? Hammasi. Ajoyib. Qani, ketdik. Qoladi endi.